Gelik ish qo'zi bratim. Bugun siz bilan oddiy G63 bir rabus qilish necha pulga tushishini hisoblab ko'ramiz. Obzorni mashinani oldi qismidan boshlaymiz. Kapot, nakladka 1300, pavorotnik, ramka 300, reshotka podsvetkasi bilan 1800, faralar alohida san'at asari, bu faralarga 800 ketgan. Oldi bamper 1500, tumankaning ramkasi 800, oldi lab $1,500. O'rtoqlar, hisoblab boryapsizlarmi? Bunaqa noyob proyektlarni ko'proq kuzatib borish uchun choynakning qopqog'iga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Molding gir aylana $1000, arka расширение kovanniy karbondan 4 tasi $3,500, roket nakladkalar плетеный, ya'ni to'qilgan karbondan 4 tasi $1,500. Jabralar aynan roketniki. Bularning 4 tasi $1,600. G'ildirak disklaridagi karbon nakladka aylanasi $2,000. Ichidagi tormoz tizimini qaranglar baquvvatligini. Hozircha geligingiz yo'qmi? Jaydari bolalarning mashinasi uchun tormoz tizimini zo'r ishlab beradigan kalotka aynan Hanjin bo'ladi. Chunki bu Koreyada ishlab chiqariladi. Maxsus retseptura asosida tayyorlangan. Eng muhimi, u chiyillab ovoz chiqarmaydi. Muhim sharti sizni tormoz tizimingiz mutlaqo soz bo'lishi kerak. Agar soz tormoz tizimida sizni kalotkalaringiz ovoz chiqaradigan bo'lsa, Hanjinni olgan joyingizga olib kelasiz, yengisiga almashtirib beriladi. Tomdagi lyustra chiroqlari bilan $1,800, Brabus 800 spoileri $1,200, bagajnikdagi nakladka $800. Podnomerlarga e'tibor beringlar, ular ham karbondan, komplekti $300 va eng so'ngida pastki diffuzor, bunisi $1,500. Men bu detal nech pulligini so'rayapman. Taxmin qilib kommentariyga yozib ko'ringlarchi. Men to'g'ri javobni video chiqqanda kommentariyada qoldiraman. Albatta, salonga ham kovanniy karbondan mehr berilgan. Obshivkalar, torpedka, markaziy konsol, hammasida kovanniy karbon qo'llangan. Bu mehr esa atigi $2,300 ga aylangan. Men sana bergan narsalarni siz Rustam akam boshchiligida faoliyat olib borayotgan Adams Carbon kompaniyasida buyurtma berishingiz mumkin. Bu yerda haqiqiy karbon bilan ishlashadi. Tajriba juda ham katta va ko'rayotganingizdek detallarni idealga maksimal darajada yaqin qilib amalga oshirishadi. Rustam aka, o'zingiz ham bitta ko'rishsin aka. Mana shu odam Adams Carbonning rahbari va asoschisi. Muhimi, bu yerda bizni ko'rsatgan mashinada klient kelganda Rustam akamga puldan cheklov yo'q, hamma narsani cho'tki qilib bering, maksimalni qilib bering degan aka. Shuning uchun summa katta, sizlar o'zingizlarning avtomobillariga sizlarga yoqqan detallarni tanlashingiz mumkin, hammasini chiroyli qilib berasizlar. Конечно. У нас на Geländewagen больше 150 наименований продукции. 150 dan oshiq nomdagi mahsulot bor ekan Geländewagen uchun. Sizlarni Adams Carbonda kutamiz.